Birodarlar, ora-oradashi inson yolg'iz qolib turishi kerak. Chunki odamlarning orasida doim aralashib yuraverishlik kishini Allohdan uzoqlashtirib qo'yadi. Odam yolg'iz qolganda Allohga murojaat qiladi, Robbisi bilan gaplashadi, istig'for aytadi, duo qiladi, qalbi musaffo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab Hiro g'orida qolib ketadi. Demak, inson uni hech kim chalg'itmasligi uchun, xayolini bo'lmasligi uchun ora-orada yolg'iz qolib turishlik kerak, xilvatda. Ya, odam masjidga chiqib, jamoat bilan namoz o'qishi mumkin, istig'for aytishi mumkin, Qur'on tilovatini qilishi mumkin, ammo baribir chalg'itadi odamchi. Kimdir gapiradi yoki sizni hayolingizda bo'ladigan bir ko'rinishlar bo'ladi, lekin hech kim yo'q bo'lganda-chi, Robbingiz bilan yolg'iz qolganda-chi, Robbingizni ko'rib turgandek murojaat qila olasizmi? Agar shunaqa murojaat qila olasizchi, buni totib ko'rgan odam biladi. Murojaat nima edi? Robbingni ko'rib turganingda gapirganing qanaqa bo'lar edi? Ko'rib turganda qanday gapirar eding? Shunday his qilib gapirish